Limfa sistemangizni tozalash yo'lini bilasizmi? Unda bu ma'lumot aynan siz uchun. Limfa sistemamiz qon tomirlariga o'xshab butun tanamiz bo'ylab limfa tomirlari orqali limfa sistemamiz tarqalgan. Bundan hujayralar atrofidan barcha organizmdagi yot moddalar, zaharli moddalar, bakteriyalar barchasi bilan birgalikda bu suyuqlikni yig'adi va limfa tomirlari orqali limfa tugullariga boradi. Limfa tugullarida bu bakteriyalar, yot moddalar, mikroorganizmlarni u limfa tugullari o'zida filtr vazifasini bajarib shimib oladi va yana bu limfa tomirlari orqali butun organizmga tarqaladi. Bu limfa sistemasi birinchi navbatda himoya vazifasini bajarib beradi. Immun sistemangiz faoliyatini yaxshilab beradi. Agar limfa sistemangiz buzilsa, nimalar bo'ladi? Birinchi navbatda shishlar, turli xil shishlar, limfostazlar bo'ladi. Immunitet pasayishini hisobiga tez-tez shamollashlar, teridagi turli xil toshmalar va charchoqlar yuzaga keladi. Aynan bu limfa sistemamizni qanday tozalash yo'lini ertagalik videoda davom ettiraman. Kuzatishda davom eting.